هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Furqan tefsiri 68. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Furqan suresi 68. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de'udubillahimineşşeytanirracim. Ula Allah'a ikinci bir ma'budni şerik kılmaydı. Allah haram kılgan nahaq adam öldürüş işini kılmaydı. Zina kılmaydı. Kimiki bu günahlarını kılıdıken ahirette o cezaga uçuraydı. Kıyamet günü onunla hesselep azap kılındı. O mengü azap içinde harlangan halde kalıdı. Fakat ulanın içinden bu dünyadaki çığda tövbe kıygan, iman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlarla bu halde kalmaydı. Allah ulanın günahlarını yaxşılıkla almıştırdı. Allah tolumu mağfiret kılgıcıdır ve merhamet kılgıcıdır. Kimi ki günahlarına tövbe kılıdıken ve emelini tüzeydiken o Allah'ı yüzlengen buludu. Yani Allah onun tövbesini kabul kılıp onundan razı buludu. Şirikten, nahaq adam öldürüşten ve zina kılıştan saklanış nihayeti şefkatlik Allah Teala'nın bendilerinin süpetlerinden ikenlik doğrusuda. İmam Ahmed Abdullah ibn Mes'ud'nın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam'dan qaysı günah en çoğun deb soraldı. Peygamber aleyhisselam seni yaratkan Allah Teala'ya şirik keltirişin deb cevap verdi. Andın qascu deb soraldı. Peygamber aleyhisselam balağının sen bilen bille tamak yiyişiden korkup balağını öldürüp etişin deb cevap verdi. Andın qascu deb soraldı. Peygamber aleyhisselam qoşnağının ayalı bilen zina kılışın deb cevap verdi. Abdullah ibn Mes'ud Allah Teala bunu tasdiqlab ula Allah'a ikinci bir ma'budni şerik kılmaydı. Hem haram kılgan nahaq adam öldürüş işini kılmaydı. Zina kılmaydı. Kimi ki bu günahlarını kılıdıken ahirette o cezaga uçuraydı degen ayetini düşürdü dedi. Bu hadisni Nesaimu muşundak rivayet kıldı. Bu hadisni hem de İmam Bukhari ve Müslim rivayet kıldı. Sa'id ibn Cübeyr ibn Abbas'ın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Müşriklardan tolu adam öldürgen ve tolu zina kılgan bir türküm kişiler Peygamber aleyhisselam'ın kışık gelip sen degen ve çakırgan söz nahayet yaxşıken bizgi depbegen bizden kıygan günahlarımızını yuyduğan birer iş bağımı dedi. Şunun bilen Allah Teala'nın tüvendik ayetleri düştü. Ula Allah'a ikinci bir ma'budni şerik kılmaydı. Allah haram kıygan nahaq adam öldürüş işini kılmaydı. Zina kılmaydı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Menin tilimden etkin ki günahlarını kılıverip özlerine cinayet kılgan bendilerim. Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmenla. Allah hakikaten halagan adamның cemi günahlarını mağfiret kılıdır. Şübhisiz ki Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır. Nihayeti mehribandır. Kıyamet günü onunla hesselep azap kılındı. O mengü azap içinde harlangan halde kalıdı. Fakat ulanın içinden bu dünyadaki çığda tövbe kılgan, iman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlarla bu halde kalmaydı. Yani yukarıda sözlep ötülgen yaman işlerini kıyganlıkının cezası kıyamet günü de hesselep verildiğin azap oldu.
Lekin bularning ichidan qilayotgan shu gunohlarining hammasidan tavba qilib Alloh taolo tarafiga qaytgan kishilar bo'lsa, Alloh taolo u kishilarning tavbasini qabul qiladi. Bu oyatda nahaq odam o'ldirib qo'ygan kishining tavbasining qabul bo'ladiganligiga pokit bordir. Bu oyat bilan Alloh taolaning sur Nisadagi kimiki bir mu'minni qasddan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda manku qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah uning oxirat qattiq azob tayyorlaydi degan oyatining orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Chunki Sur Nisaning oyati Madinada tushgan bo'lsa-mu, lekin bu oyatda qasddan odam o'ldirgan kishining tavba qilganligining bayoni yo'qdir. Yuqorqi oyatda odam o'ldirib o'tgan kishining tavba qilganligining bayoni bordir. Şuna Sur-i Nisa'daki ayette bayan kılınan azap, adam öldürüp etip tövbe kılmay ölgen kişiye verildiğin azaptır. Hem de Allah Teala mındak dedi. Allah özüge birer nesinin şirik keltirilişini, yani müşriklik günahını elbette mağfiret kılmaydı. Bunundan başkanı Allah özü halıgan ademge mağfiret kılıdı. Yani Allah Teala şirikten başka adam öldürüp etken ve zina qilib sağandek günahlarını xalıgan adamdan keçirib etidi. Adam öldürgen kişilerinin tövbesinin qabul qilindiganligi haqida Peygamber aleyhisselamdan nurg'unlagan hadisler rivayet qilindi. Bu hadislerning biri, mesela 100 kişini öldürüp etib tövbe qilib, Allah Teala tövbesini qabul qilgan kişinin qissasini bayan qilgan hadisdir. Allah ularning günahlarını yaxshilikqa almashtırdı. Allah tolumu mağfiret qilg'uchidir ve merhamet qilg'uchidir. İmam Ahmed Abu Dar radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam, men dovzaxdan eng oxirida chiqib jannatga eng oxirida kiradigan kishini albatta taniyman. Bir odam keltirildi. Allah Teala o adamның çoğun günahlarını kaldırıp koyup, onun küçük günahlarından sorangla deydi. O adamga, sen palani günü mao günahlarını kıldın. Sen palani günü mao günahlarını kıldın deyildi. O adam. Şundak deydi. O adam. O günahlardan bir nima inkar qilishga petin almaydı. Andın onunla. Muşu günahlarının her birinin ornuğa bir yaxşılık verildi deyildi. Andın o adam, ey Rabbim, men nurg'unlagan günahlarını qilgan edim. Ularni hiç bu yerda ko'rmayman go dedi. Peygamber aleyhisselam bu hadisini bayan qilib bo'lib, hatta ig'iz tishlari ko'rinib ketgudek derecede kulib ketdi. Bu hadisni İmam Müslim rivayet qildi. İbn Ebu Hatem Ebu Cabir radıyallahu anhu'dan Mekhul'nun mundaq deganligini rivayet qiladi. Qeyrilikdan ikki qopig'i ikki ko'ziga tushib qolgan nahayat qeyri bir kishi kelib, ey Allohning payg'ambari, cho'ng kichik ishning birini mi qo'ymay hammasini qilgan jinoyatchi va eski ish qilg'uchi, agar xatolikları jahondagi kishilarga taqsim qilinsa, ularni halok qilib o'tadigan bir odamga tavba bormi dedi. Peygamber aleyhisselam onunla, iymon aytamsan dedi. O adam, bilib qo'yinglarki, men shiriki yo'q, yolg'iz Alloh taoladan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning bandisi va payg'ambari deb guvohlik aytaman dedi. Peygamber aleyhisselam, shek shubhisizki Allah Teala senin yuqorqidek günahlarını keçirdi, senin yamanlıklarını yaxşılık almashtırıp berdi dedi. O adam, ey Allah'ın peygamberi, menin xiyanetlerim ve eskiliklerim mu keçirilip yaxşılık almashtırılıp berilemdi dedi. Peygamber aleyhisselam, senin xiyanetlerin ve eskiliklerin mu şunda kılındı dedi. O adam, la ilahe illallah, Allahu Ekber degan halda keyniga qaytib ketdi. Subhanallah, la havle ve la kuvvete illa billah.
Allah Taala rahmetining hamma bandisiga umumiy ekanligidan, bandilardan kimiki o'tkazgan gunohlardan tavba qilsa, mayli gunohlari katta bo'lsin yoki oddiy bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, uning tavbasini qabul qildiganligidan xabar berib mundaq dedi. Kimiki gunohlarga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Kimiki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'ichi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Ular, ya'ni tavba qilguvchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qiladiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qiladiganligini va Allohning tavbini bakmi qabul qiladiganligini, nihoyat mehribon ekanligini bilmamdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandilar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Rabbining oyatlari bilan va'z nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni bilib, uni berilib ixlos bilan anglaydi. Ular, ey Rabbimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik berishingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi yaxshilikqa da'vat qilguvchi qilgin deydi. Nihoyat shafqatlik Allah Taolaning bandalarining ba'zi sifatlari to'g'risida. Bularmu ham nihoyat shafqatlik Allah Taolaning bandalarining sifatlaridandir. Ya'ni ular yolg'on aytmaydi. Yomonlikqa, kofirlikqa, bekor va nahaq ishga doir so'zlarni va ishlarni qilmaydi. Amr ibn Qays bu oyatdan ular yomon kishilarning so'riniga bormaydi deganlik ko'z tutildi dedi. Bu oyatdan ular yolg'on guvohlik bermaydi deganlik ko'z tutildi degan ko'z qarashmi bor. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Bakr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom, men sizlarga gunohlarning eng cho'nglaridan xabar beraymi deb 3 qitim dedi. Biz shunda qilsizlar ey Allohning payg'ambari dedik. Payg'ambar alayhisalom, gunohlarning eng cho'nglari bo'lsa Alloh taologa shirik keltirish va ota-onaga osiylik qilishdir dedi. Shu so'zni qilganda Payg'ambar alayhisalom yo'linib o'ltirgan edi. U birdanla ruslanib o'ltirib, bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berishdir. Bilib qo'yinglarki, yolg'on guvohlik berishdir deb bu so'zni qayta takrorladi. Hatta biz koshki Payg'ambar alayhisalom to'xtab qolsa bo'pti-ekan deb ketdik. Lekin bu oyatning bosh oyog'idagi mazmuni qaraganda, bu oyatning ma'nosi ular yomon so'z bor yerga bormaydi degan bo'ladi. Shuna Alloh taolo mundaq dedi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ya'ni ular o'tib ketib berib, yomon so'zni anglab qolsa, uningga yaqin yo'lamay oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Rabbining oyatlari bilan va'z nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Bu ham mu'minlarning sifatlaridandir. Allah Taala mu'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq dedi. Faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Rabbiga tavakkul qiladigan kishilar komil mu'minlardir.
Amma kafir undaq emasdir. Çünki kafir Allah Taala'nın sözünü anlasa, u söz kafirga ta'sir göstermeydi. Kafir burunqi qilmishidan o'zgarmasdan, balki kafirligida, haddidan eshishida, nodonligida va gumrohligida qilib qoladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxir qilish yuzidan bu, ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, her surada yeni delil ispatlar bo'lganligi uchun bu, ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xo'shal bo'ladi. Dillarida kesal borlar, ya'ni munofiqlarga keladigan bo'lsak, bu sura ularning kufriga kufr qo'shdi. Ya'ni ular munofiqlikda texmu avzaylidi. Texmu gumrohlashdi. Ular kafir piti öldü. Ularga Rabbinin ayetleri bilen vəzi nəsiyyət qılınsa, gaz kör bolup almaydı. Yani onu berilip ihlas bilen anlaydı. Yani kafir onda qınmaydı. Kafir Allah Taala'nın ayetlerini anlasa, ayetle onunla təsir qınmaydı. O ayetlerini xuddi anlamagan gaz köymegen kodek öz halatida qilib qoladi. Ular, ey Rabbimiz, bizga ayollarimiz ve avlodlarimiz orqali shodlik bag'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoat etmen, farzand ato qilishingni tilaymiz deydi. Ya'ni ular Allah Taala'dan öz pushtidan bo'lgan avlodidan shirki yo'q, Allah Taala'ga boysunadigan ve onun ibadet qiladigan bolalarni chiqarib berishini tilaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas mundaq dedi. Ular dünya ahirette şadlık bağışlanışı için Allah Taala'ga amel ibadet qiladigan farzand berishini tilaydi. İmam Ahmed Cübeyr ibn Nubeyri'nin mundaq deganligini rivayet qiladi. Biz bir kuni Miqdad ibn Aswadning yanida o'ltiratdik. Onun qishidan bir kishi o'tib ketib berib, uningga Payg'ambar alayhisalomni ko'rgan bu ikki ko'zga yaxshilik bo'lsin. Bizmi sen ko'rgan narsani, ya'ni Payg'ambar alayhisalomni ko'rishni arzu qilatdik dedi. Onun degan bu gibiga Miqdad ochiqlab ketdi. Men buningda hayron qoldim. Chunki u kishi yaxshi gap qilgan edi. Andin Miqdad o kishiga qarab, bu kishiga Allah Taala onunğa nisb qilmagan Payg'ambar alayhisalomning so'riniga kelishni arzu qilishga nima sababchi bo'lyapti? Agar u Payg'ambar alayhisalomning so'riniga kelgan bo'lsa, qandoq bo'lib ketishini bilmamdi? Qandoq bo'lib ketishini bilmaydi? Allah Taala'nın namı bilen qasam qilamanki, Payg'ambar alayhisalomning so'riniga qatnashib, Payg'ambar alayhisalomga iymon etmaganligi va onunğa ishonmaganligi uchun Allah Taala yüzüce cehennemge düm kömtiradigan nurg'unlagan qavmlar bor. Sizlar Allah Taalaga hamd sana etmamsizlar? Chunki Allah Taala sizlarni ananglarning qo'sig'idan Rabbinglarni tonigan ve Payg'ambaringlar elib kelgan haqiqatga ishonadigan holtinglarni chiqadi. Sizlar boshqalarga keladigan balani to'sib qoldinglar. Allah Taala Payg'ambar alayhisalomni boshqa payg'ambarlarga o'xshash kishilar har qanday bir dinni butqa ibodat qilishdan yaxshi deb qaramaydigan gumrohlik qoplab ketgan bir vaqtda payg'ambar qilib avatdi. Payg'ambar alayhisalom haq bilan nohaqning, ota-ona bilan bolaning orasini ayiradigan haqiqatni elib keldi. Shuning bilan Allah Taala dilini iymonga ichiyotgan kishi ota-onasining yo bolasining yo qarindishining kofirligini ko'rsa, u kishi agar shu yaqin kishilar shu holatda o'lsa,
do'zaxga kiradiganligini va do'zaxda mangu qoladiganligini bilgachga u kishi shodlana olmaydigan bo'ldi. Mana bu Alloh taolaning ular ey Rabbimiz bizga ayollarimiz ve avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga san itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz deydi. Degan oyatining mazmunidir dedi. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi yaxshilik da'vat qilg'uchi qilgan deydi. Ibn Abbas, Hasan, Suddi Qatada ve Rabi ibn Anas qatorliqlar bu oyatning ma'nosi bizni yaxshilikda kishilarga namuna qilgin deganlik bo'ladi dedi. Boshqalar bu oyatning ma'nosi bizni to'g'ri yo'lga boshlig'uchi va yaxshilikqa chaqirg'uchi qilgin deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni ular o'zlarining ibodatlarining balavaqillarining ibodatlariga bog'lang'uchi bo'lishini va o'zlarining to'g'ri yo'lda ekanligi boshqalarga foyda elib kelishini arzu qildi. Chunki bundaq bo'lishning savobi ko'pdir, oqibati yaxshidir. Shunga Imom Muslim Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom bir inson o'lsa, uningga duo qilib turadigan yaxshi bolasidan yoki qo'yib ketgan foydali bilimidan yoki qilib qo'ygan savobi üzülmey berilip turadigan sadiqisdan başqa onun qilgan barliq amallarining savobi üzülüp qoldi dedi. Ayni şula sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlanadi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi ilindi. Ular jannatda mangu qoladi. Cennet nimi degan güzel qarorgoh, nimi degan güzel joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Rabbim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kafirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Nihoyat shafqatlik Alloh taolaning bandalarining mukofoti ve Mekkiliklerge kılıngan tehdit doğrusida. Allah Teala yukarıda nihayeti şefkatlik Allah Teala'nın bendilerinin yaxşı sübetlerini, yaxşı sözlerini ve yaxşı emellerini bayan kılıp ötken idi. Bu yerde mundaq dedi. Eni şula səvirlik boğanlığı üçün cennet bilen mukafotlandı. Ula cennette periştiler tarafından kılıngan dua ve salam bilen karşı ilindi. Yani yukarıdaki sübetler bilen sübetlengen kişiler səvirlik boğanlığı üçün kıyamet günü cennet bilen mukafotlandı. Ula cennette dua ve salam bilen karşı ilindi. Ulağa her taraftan salam yağıdı. Çünkü periştiler ulanın kışığa cennetinin her bir darvasından kirip dünyada kılgan emel ibadetlerin yolunda dünyada kılgan emel ibadetlerinin yolunda kelgen kıyınçılıklarga sabır kılganlıkınlar üçün sizlerge salam bolsun. Ahiretlikinlarının yaxşı boluşu nemi degen obdan deydi. Ula cennetin mengü kalıdı. Yani ula cennetin başka yerge yütkilip ketmestin, ölüp kalmastin ve başka yakka yütkilişini arzu kılmastin cennetin mengü kalıdı. Allah Teala bu vakti mındaq dedi. Saadetmenlerge kelsek, ula cennet kirdi. Cennetning osmon zimini yo'qolmayli tursa, ular cennetde Rabbin xohlagan zamongacha davomli turaverdi. Bu ularga qilingan üzülüp qolmaydigan in'omdir. Cennet nima degan güzel qarorgoh, nima degan güzel joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Rabbim sizlarga parvo qilmaydi. Yani məxluqatlar hammasi Allah Teala'ga ibadet qilishqa, onu bir deb bilishga ve onunğa etigen keşte tasbih etishqa yaratılganlığı üçün mubada sizlar Allah Teala'ga ibadet qilmasanglar, Allah Teala sizlarga parvo qilmaydi ve sizlarning soninglarning ko'p bo'lishini e'tiborga olmaydi. Ey kafirlar, payg'ambarni inkor qildinglar, oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar.
ya'ni sizlarning payg'ambarni inkor qilganliginglar ey kofirlar dünya oxiratda sizlarga azob va halokat elib keladi. Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Muhammad ibn Qurazi, Mujahid, Zahhak, Qatada, Suddi va boshqalar Bedir kuni kafirlarning o'ltirilganligi kafirlarga bo'ladigan azoblardandir dedi. Hasan Basri bu oyatda deyilgan azobdan qiyomat kuni kafirlarga beriladigan azob ko'z tutildi dedi. Haqiqatda bu ikki qarashning orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Sura Furqon tafsirining oxirlashdi. İnşallah kelar qitimliq o'qishimizda Sura Shuara 1-oyatidan boshlab davomlashtiramiz. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.